Navbatdagi bemorimiz tuproq qaladan kelgan. Diagnozi gonartroz, tizza bo'g'imining yemirlanishi, 3-stadiya. Bugun 3-kunimiz muolajani PRP terapiya qo'llanib turibmiz, plazma terapiya, undan tashqari igla terapiya qo'lladik. Natijasi yaxshi, og'riqlari hozirgi kunda yo'q. Qolganini o'zlaridan eshitsak bo'ladi. Men shu shaxsat doktor yana geldim. Men bu kemi Instagramda görüp, şuna yaxshi niyat bilan geldim. Xudoga şükür 2 yil marta lечениесini aldım. Bugünkü 3-nji lечением. Yürüşlerim yaxshi, yengil. Xudoga şükür ağrıqlarım kaldı. Hem plazma terapiyasini alıp turupman. Mamdım yaxshi, endi bu ikincisini almaka geldim. Xudoga şükür. Yaxshima, rahmet, sağ olgaysiz. Gelişlerinizi teklif etaman. Ayak ağrı, bel ağrı, grija bolsa faydası yaxshi ekan.